Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadarlik fidoyilar ekranini ko'rayotgan qarindoshlar, dunyoning har qaysi joylaridagi mayli YouTube bo'lsin, mayli Facebook bo'lsin. Bugun biz Qur'ondan nazar programmamizdagi 63-chi qismida sizlar bilan qarshilashyapmiz. Bugungi programmada inshaalloh murtad degan mavzuni asosliq cho'ridaymiz. Buningda qanday kishi murtad deb qaraladi, uning jazosi nima, ya'ni murtadga qanday muomala qilinadi, uning olamga ibrat, ommaga nafrat qildirilishining natijasi va unumi qatorliq mazmunlar haqida an'anaviy din tushunchasidagilarga asosan degilak ko'p to'xtalib boqdi. Lekin yuqorqi hukm, fatvo, nasihatlarning Qur'ondagi asosi qanday deb bir qaralmadi. İnsanlar dinga kirmaslikla emas, balki ijro qilishlardimi nurg'unlagan sohalarda erkinligiga qo'yib berilgan. Sen faqat bir ogohlantiruvchisan, huddigar emassan deganda xitoblar bilan boshqalarning erkin tanlashidan rahatsız bo'layotganlarga qilingan shu xitoblarda aql egalari uchun yetarlik dalillar, nasihatlar bordir. Bugun biz Qur'onning nazar programmasining 63-chi sonida murtad, biz yomon ko'p anglaymiz murtad degan gapni uchun. Murtad kalimasiga aloqador mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Ekran oldida İstanbul'dan ben, London'dan, Angliyaning London'dan Kerem Zahir Ustaz, ekrandaki arka supsida fidoyi Qashqari qarindoshimiz birlikte sunumuz programını. Qani Ustaz, qanday ahvollar, yaxshi obdan tudilmi? Assalomu alaykum. Allohga shukr. O'zlarcha o'tishim tuldimi? Bizmi Xudoga shukr, elhamdülillah yaxshi turyapmiz. Bu murtad deb e'lon qildik endi bu programniki sizlar shuni qarta tayyorlab qildilar. Bizga shu murtad to'g'riliq bir Qur'onda Alloh nima deydi? Bu an'anaviy tushunchalarni sizlar yaxshi bilalamdi-chu. Bular zada qanday deb qaraydi? Murtadning hukmi zada uni o'ldiritish kerakmi? Yoki boshqa bir gap bormi Allohningki Qur'oni Karimda-chu? Shu to'g'riliq bizga bir tushuntirib bergan bo'lsa. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylariga hurmatli qarindoshlar, hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Bugun shu murtad niki o'zi murtad haqida uni har taraflama endi nimasi bir qor o'z mush to'g'riliq to'xtalamiz. Murtad degan nima degan vaqtida buniki lug'at ma'nosi yenib olish degan ma'noni bildirdi. Buni o'zi dindan yenib olgan odamlarga ishiltildi. Endi Qur'oni Karim qandaq odamlarni murtad deydi, qandaq odamlarni murtad demaydi. Bu haqda o'zi Qur'oni Karimga asoslangan vaqtida Allohga ishongan, Allohning kitobiga ishongan, malaikalarga ishongan, payg'ambarlarga ishongan, oxiratga ishongan kishilarni Alloh taolo Qur'oni Karimda mu'min deb ataydi. Bunda Alloh taolo Qur'oni Karimdagi Sura Baqarada Amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi vel mu'minun kullun amana billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ve qalu sami'na ve ata'na ghufranaka rabbana ve ileykel masir degan mush oyatning o'zida Sura Baqarniki 285-oyat ekan bayon qiladi yani. Yani Allah'a, Allah'ın malayikleriga, kitaplarga, periştelerge, ahiret günüge işleyen kişi mümin boludu. Şunun işleyen adam boludu ve bunu Allah Teala mümin dep ataydı.
Endi mushu Allohniki dinidan, yani Alloh taolo ko'rsatgan mush 5 asosiy prinsipdan chiqayotgan odamlarni-chu yoki chiqayotgan yoki chiqitib boshqa narsani din tutib olgan bundaq insonlarni-chu desa, Alloh taolo Qur'oni Karimda murtad deydi. Mayli u odamning o'zi ota bobosiniki deb nima mangan yo'liga qaytsin yoki bo'lmaydi o'ziniki tepib olgan o'zi din nomida tepib olgan narsalarga qaytsin. Bu hech qanday farq etmaydi. Buning hammasi o'rtaq eti nima desa, bu dindan chiqayotgan, Alloh taoloning diniga kirmagan, u dindan chiqayotgan inson bo'lib atiladi. Buning etini Alloh taolo murtad deb qaraydi. Endi Allah nima payg'ambarlar insonlarga dinni tashviq qilish jarayonida dinni tashviq qilish jarayonida nimaga asoslangan degan vaqtda butunlay dalilga asoslangan. Yana Sur Namlniki 64-oyatidami Fa'tu burhanakum in kuntum sadiqin. Yana yuqorqi nimasini o'qib kelgan vaqtda amma yabda'ul xalqa summa yu'iduhu va man yarzuqukum minas samai wal ard a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin degan mush oyatning o'zidami osmon zimindagi narsalarga kimning rizqi berayotganligini so'rab, ondan keyin agar boshqa birisi uningga rizqi bergan bo'lsa, uning qarta dalil keltiringlar deydi. Tur suresiniki 32-34-oyatigachilikmi yana am yaquluna taqawwalahu balla yu'minun falyatu bihadisin mislihi in kuntum sadiqin in kanu sadiqin degan mush oyatning o'zidami ular o'ziniki gapini rost deydigan bo'lsa, uningga dalil keltirsin deydi. Sura Baqarniki 23-oyatidami ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi ve du shuhadaakum in kuntum min dunillahi in kuntum sadiqin degan oyatdimi bizniki rost deydigan bo'lsanglar, sizlar u rost deganni qarata Alloh taoladan boshqa barliq yordamchilaringizdan yordam so'rab turib bir hujjat keltiringlar deb Alloh taolo buni deydi. Ya'ni payg'ambarlarning hammasi nima qiladi degan vaqtida dalil isbot tayinib gap qilgan u narsa, u qilgan so'z birinchi Alloh taoloniki keltirgan o'zi evatgan vahiysiga asoslangan, ikkinchisi insonniki amaliy hayotiga uyg'un holatda bo'lgan, ilmga va mantiqqa uyg'un bo'lgan bundaq bir narsa degan gap endi. Mushundaq dalillarni keltirgan deydi-da. Payg'ambarlarning hammasi tarixda insonlarning o'zini bir dinga da'vat qilgan vaqtida, bir narsaga chaqirgan vaqtida, bir ishni qil yoki qilma degan vaqtida uning butunlay uning dalilga, uniki asosi dalilga tayangan, birinchi Alloh taoloning kitobiga tayangan, uning qosi insonlarning hayotidagi amaliy ish harakatniki xato va to'g'rilikqa asoslangan. Endi kofirlar degan vaqtda kofirlar payg'ambarga qanday qarshi turgan degan vaqtida Sura Maryamniki 44-46-oyatigacha oraliqda oxirgi oyatni o'qiy. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrohim la illam yantahi la arjumannaka wahjurni maliya degan mush oyatning o'zi deydi. İbrahim Aleyhisselam'a hech qanday dalil isbot tep berolmagandan keyin ular İbrahim Aleyhisselam'niki otasi İbrahim Aleyhisselam'ning o'zini men seni chalma kesak qildiryapman deb o'zi İbrahim Aleyhisselam'a tahdid solganligini bayon qildi. Sura Arab'niki 88-oyatidami قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك
min qaryatina degan mush oyatning o'zidimi Şuayb alayhissalomga va mu'minlarga tahdid solib kofirlar seni va sana ishongan kishilarni, ya'ni mu'minlarning o'zini biz o'zimizniki yurtidan chiqaryapmiz deb tahdid solganligini bayon qildi. İbrahim suresindeki 10. ayetinde ve kâlellezîne keferû li rusulihim lenuhricennekum min erzina ev leta'udunne fi milletina diye muş ayetin özüdümü kafirlar özü kelgen elçilerge bütün kafirlarını bayan kılıyordu Allah Teala. Seni biz yurtumuzdan çıkarıvatımız ya ki sen bizim dinimizi qaytışın gerek diyen idi deydi. Yani bu yerdeki neresi neymi degan vaqtida mu'min Allah Teala'ga, Allah'ın kitaplarına, malaiklerge, ahiretge, peygamberlerge işengen kişi olsa murtet yoki kafirlar onun qarshisizdagi insonlar bo'lgan. Murtet hamda shu dinni qabul qilib, oxirini yenib olgan kafirlar sifiga qaytilib ketgan insonlar bo'lgan. Yani bularni Allah Teala kafir deb atagan. Bu kafirlarni nima peygamberlerniki, mu'minlarniki tarixda insanlarni chaqirishi haqiqiy o'zi mu'minlarniki. Dinga chaqirishi hammasi dalil isbotga asoslangan. Kafirlarning degan vaqtda kafirlarniki tahdidga asoslangan. Asossiz narsalarga, ya'ni hech qanday o'zining dalil isbot yo'q narsalarga asoslanganligini Qur'oni Karim bayon qildi. Yana o'zi Sura Yasin'deki 10. ayetinden 27. ayetigacha aralıqda hemen uzunken bu. Bu şunun özde qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanerjumannakum ve la yamassannakum minna azabun alim deb deydi. Şu ayetindeki nimesidir. 3 tane elçi kelgan vaqtida o qavmning o'ziga ular bizga bu yomonlik sizlarniki shumlig'ingni yetdi. Agar sizlar shu dininglarni yoki shu harakatinglardan yanmaydigan bo'lsangiz, sizlarni biz chalm-kesak qilib o'ltiryapmiz. Sizlarga bizdan nihoyat og'ir azob yetadi deb shunday tahdid solganligining o'zini bayon qildi. Endi yig'ib aytgan vaqtida murtatlarniki, ya'ni bir odam islom dinidan yenib kofirlarniki sifiga kirib olgan bo'lsa yoki uningga bir jazo bormi degan vaqtda Qur'oni Karimda hech qanday bir jazo yo'q. Faqat lakum dinukum valiyadin degan oyat bo'yicha insonlarning hammasiga o'xshash muomala qilgan qatorda unga muomala qilish va u yenib olgan odamniki jazosini Alloh taolo qiyomat kuni berganligi haqida bayon qiladi. Ama mu'minlarga tahdid solgan insonlarni Alloh taolo Qur'oni Karimda bütün peygamberlarning hayotida bayon qilish orqali bütün peygamberler Adem Aleyhisselam'dan başka barliq peygamberlerge aşındaq nim bilen tahdid bilen öldürmüz, çapımız, deyiş bilen ya olmaydı ailesini, mesela Lut Aleyhisselam'daki kavmi Lut Aleyhisselam'ın ailesini Lut Aleyhisselam'a sağan. Hazır mesela bizni murtad devatqanlarning hammasi şu bizning ailegimi hatta ki her birimizning ailesi içilik keraklik. Ailemiz kirip sen öz eringe anda deyişin gerek, manda deyişin gerek, onu ötürsen andak oldu, mandak oldu dep şantaj uyullarını kılık misalda. Yani jig'ib aytgan vaqtida bu yer nim bo'ldi degan vaqtida kafirlarniki qilgan ishi haqiqatga dalil isbot bilan qarshi turolmagandan keyin u o'zi kuch bilan, zo'rlik bilan, haqorat bilan, uning o'zini har xil laqamlarni qo'yish bilan uningga taqobil turish yo'llarini tanlaganligini Qur'oni Karim bayon qiladi yani. Yani hazır o'zi biz shu programmani maqdirayotgandan tortib hozirgacha qarasaqmi, biz Qur'oni Karimdagi dalil isbotga, amaliy hayotdagi yani Qur'oni Karimning oyati bir narsani, bir hukmni ifodalagan bo'lsa, uning o'zi amaliy hayotga tatbiqlangan asosda shunday o'zi bayon qilib kelyapmiz. Yani dalil isbot bayon qilib, ilmga va mantiqqa asoslangan holatda bayon qilyapmiz. Bizga taqobil turayotgan, bizga o'zi haqorat qilayotganlar desa, o'ltirimiz, chopimiz,
u murtad, u murji, payg'ambar alayhissalomni sarang, majnun, bu shoir deganga o'xshash shunday haqoratlar bilan haqorat qilyotdi degan. Yani bularniki yo'llari hozir yangidan teppagan bir yo'l emasligi bu tarixdan buyon, ya'ni necha ming yillardan buyon kofirlar mo'minlarga ya kofirlar payg'ambarlarga qarshi turib kelgan yo'l hech bir zaman buzilmasdan aynan o'z davom qilib kelganligining o'zini bayon qiladi Qur'oni Karim. Endi yuqori degandek murtadga jazo bormi degan vaqtda Qur'oni Karimda hech qanday jazo yo'q. Agar o'z bir odam islomga kirish qanday erkinligi bo'lsa, u islomdan chiqib ketishmi uning erkinligi. Ya'ni inson bir narsaga e'tiqod qilishda erkin o'ziniki o'zi shu xolishi bilan, xohishi bilan shunday o'zi kirmasa, u inson o'zi besim bilan kirgan vaqtda uningda bir nifoq bo'lganligini Alloh taolo bilganligi uchun Qur'oni Karimda hech qanday bir odamga zo'rlik ishlatmaslik, la ikraha fiddin qad tabayyana rushdu minal g'ay deb uni bayon qiladi. Va u odamlar islomdan chiqayotgan, dindan chiqayotgan taqdirdami, ya'ni lakum dinukum valiyadin qatorida hamma odamning diniy e'tiqodi o'ziga degan qatorida o'zi muomala qilish bu o'z belgilangan degan. Endi yuqorqi oyatlardagi dalili bilan biz hozirgi vaqtda bizni murtad deyotgan yoki bizga o'xshash odamlarni murtad deyotgan odamlar bilan shu odamlarning o'zini Qur'oni Karimdagi shu hukmga sep ko'gunimizni qanday narsa chiqadi degan vaqtda biz Allohning kitobiga, Allohning kitobiga, malaikalarga, oxirat kuniga, payg'ambarlarga ishondik. Buning o'zini burun deb kelyapmiz. Uni ishonimiz. Bu ishonch bilan biz Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha mu'min qatorida o'zi o'rin olamiz degan gap. Qur'oni Karimning hukmi bu. Endi Qur'oni Karimni asos qilmay turib, o'ziniki xiyollarini, o'zining orzu istaklarini va boshqalarniki yezib qoldirib qo'ygan hikoya, asossiz o'z hikoya cho'chaklarini, arablarniki bo'libmi, hikoya cho'chaklarini asos qilgan va u payg'ambardan yuzlarcha yil keyin tuzalgan arablarniki o'zi burunqi koni diniga asoslanib turib tuzalgan fiqhini asoslanib turib qilgan odamlar degan vaqtda Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha bular aslida kofir degan gap. Bularning qilayotgan ishimi shu kofirlarning ishi. Nima uchun degan vaqtda bular davomli bir odamni haqoratlash, bir odamni tahdid selish ishlari bilan davomlashganligi mana yuqorqi payg'ambarlarga qilingan haqorat va tahdidga o'xshash o'rin turdi. Buning o'zi nima degan vaqtda shu burun tortib shu kofirlarning tutib kelgan usullarini bularning tutganligi o'tirg'i chiqdi degan gap. Yani bunun da xulası shuki, yani Qur'oni Karimni asos qilgan insonlar Qur'oni Karimning payg'ambarning usuliga asoslangan, Qur'onga tayangan insonlar ular mu'min hisoblanadi. Bu Qur'oni Karimga esilgan, Qur'oni Karimga o'z chaqagan insonlarni haqorat qilgan insonlar bo'lsa, Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha kofirlar bo'lib hisoblanadi va ularniki o'zi ularniki qilmishi ham Qur'oni Karim tasvirlagan kofirlarning qilmishi bilan o'xshash chiqadi yani. Yani insonlarni haqoratlash, tahdid selish va uningga har xil o'zi turli shantaj deydik biz nima deymiz uni? Hiyla-mikr. Yani har xil hiyla-mikrlarning o'zini ishiltish orqali insonlarning o'zini o'tirg'i pishni asos selish. Mana shunday o'zi ishlarga asoslangan vaqtda bularning qilmishi va hammasi kofirlarning qilmishi bo'lib chiqadi degan. Bularniki nima uchun shu o'zi programma o'tirib qo'yilg'isi, o'tirg'i bir dalil isbotni qo'yolmaydi degan vaqtda, chunki ular burunlar zodi shu isbotga yaramaydigan narsalarning o'zini isbotlab eslab qolganligi uchun u narsa Qur'oni Karimdan iborat, bu Allohning kitobining oldida hech qanday bir isbotga yaramaganligi uchun o'tirg'i chiqarmoq. Yani Qur'oni Karimda bu vaqtda
Nurgulga yerde o'zi yuqorida so'zga oyatning o'zidami shuni deydi. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abidina fa'tu bi suratin min mislihi ve du'u şuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin degan oyatni men mushunga kirdi. Ya'ni payg'ambar Alloh taolodan kelgan kitobga eslganligi uchun u bir undaq jiq o'qib ketgan bir inson bo'lmasimi, qo'lda Allohning kitobi bo'lganligi uchun u yerda hech bir inson uningga qarshi o'zi o'tirib chiqolmaganligi, faqat o'zi tahdid bilan, uni haqorat qilish bilan, uni o'zi besiq turish yo'liga kirgan bo'lsa-mu, va lekin hech bir zaman dalil isbot tayinib turib, o payg'ambarga taqobil turolmaganligini Qur'oni Karim mush oyatlarda bayon qiladi yani. Yani bundan biz bile olaymizki Kur'an'ga esilgan her qanday bir insan başka her qanday bir insanın üstünden galip keldiğini gösterdi. Yani bizniki o kadar o'zi neçe yıl, neçe 10 yıllap o'zi Arapning maktablarda, Arapniki o'zi tillerini öğrenip qilmagan bo'lsak-mu, bizning eslig'imiz Qur'oni Karim bo'lganligi uchun bularniki taqobil turolmayotgan yerlari mana shundan isbotlandi. Gerçi o Arap'ın tilini 100% bilgen takdirde mi o insanlar o eslilgan näsi hakikat bolmasa o vaqtda o näsi ahirga verip men mushundaq özünü rasvoyi azim qildiganligining o'zini ko'rsatdi degan. Qur'oni Karim bu vaqtda ja'al haqqu va zahaqal batil innal batila kana zahuqa degan bir oyat var. Yani haq kelgan vaqtda batil zaten mag'lub bo'lib ketadi. Haq kelgandan keyin botilniki yo'qolishi o tabiiy ahvol deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Undaq bo'lgandan keyin haqiqat kelgan yerda, haqiqat so'zlangan yerda u botil degan narsa putarab turolmaydi degan. Nima uchun degan vaqtda uni putarab tug'dak hech qanday asosi yo'q. Hech qanday asos tayanmagan bir narsa bo'lganligi uchun u bir hikoyaga o'xshash yoki urf odatga o'xshash shunday bir narsa bo'lganligi uchun u narsa hech qachon o'zi insonlarga din bo'lib turolmaydi. İnsanların qayil qilarlik bir asasga ega bo'lamaydi degan. Onun uchun buningga asoslangan insonlar davomli mag'lubiyatning ichida bo'ldi. Endi dindan yenib olishniki, ham bu qarindoshligimni uqtirib qo'yishimiz kerak. Allah'ın dininden yeni olib rivayet diniga, hikoya Arapning hikoyasining diniga, Arapniki urf odat madaniyatini din qilib olganliginiki, buniki zini nima? Bu shuni zini bo'lamdi degan vaqtda Alloh taolo Qur'oni Karim sura Maidniki 54-oyatida ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجادلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم diye muş ayetinin özünde bayan kıldı yani. Yani dinden qaytib kafirlikka qaytib ketken adamga Allah Taala o'zi hech qanday marhamat qilmaydiganligi, chunki Alloh taolaning marhamati, rahmati bo'lgan Allohning dinidan qaytib ketganligi uchun. Undaq adamlarniki o'rniga boshqa bir o'zi insonlar kelib, u o'zi mu'minlarga nihoyatda nima marhamatlik, kofirlarga nihoyatda o'zi g'azablik holatda o'shundaq insonlar keldiganligi, ular Alloh yo'lida jihad qildiganligi va boshqa malomat qiluvchilarniki malomatidan qo'rqmaydiganligi haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday bayon qildi. Yani muş ayetniki mazmuniga asoslangan vaqtida biz mushu Qur'oni Karimga asoslanmagan hikoya Arablarning hikoya cho'chaklarga asoslangan bir narsa kirib qolganligimiz uchun o'zimizniki qanchalik o'z xor bo'lganligini va xor bo'layotganligimizni mushundan his qilsak bo'ldi degan. Yani biz haqiqiy bir dinda bo'lgan bo'lsaydik, u vaqtda biz dünya insonlarning og'ir qolmagan bo'lardik. Dünya insonlarning og'ir qolmagandan keyin hozirgi vaqtda o'zimizning o'rnini tepib özümüzün müstakil bir devleti, özümüzün izzet obro'yi bo'lgan bo'ladi degan gap. Özümüzdeki izzet obro'yi yo'qitib qo'ygan narsa nima degan vaqtda o'zimizning kallasini boshqalarga ijaraga berib, aqlimizni ijaraga berib, Alloh taolo Qur'oni Karimda aqlingni ishilting degan oyatga biz amal qilmay, Qur'oni Karimdagi o'z prinsiplarga amal qilmaganligimiz uchun bu zulmni,
bu o'zi xorliqning o'zini tatayotganligimizni bildirdi. Yana Sura Ali Imron'daki 149-oyatida ya eyyuhellezine amenu in tuti'ullezine keferu yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Yani müminler Allah Teala devatdı ki sizli kafirlar itaat kılsanlar ular sizlarni aqanlık qaytırıvadıdı, sizli şu vaqtda ziyan tatısızlar deydi. Bu nimden gap degan vaqtda kafirlik qaytish aslida bu dunyodami har sohada oqiga yenib ketishga sabab bo'ladi degan gap. Ya'ni bu kafirlik deganning o'zi hozirgi zamondagi mush xurofot radikal mushundaq insonlarga to'g'ri keladigan bir narsa. Ilmdan qochadigan, dunyodagi zamonaviy ilmlardan qochadigan, ko'ni bir narsaning o'zini ilm deb qarab oladigan mushundaq o'zi insonlarni oxirga qolishga sabab bo'ladigan mushundaq insonlarni Alloh taolo bayon qildiki, ular ziyon tortadi. Chunki nima ish qilgan vaqtda insoniyat dunyosidagi o'rnini topolmagan, insoniyat dunyosida boshqa insonlar bilan barobar holatga kelishni orzu qilmagan insonlar ziyon tortadigan gap endi. Alloh taolo bunday deydi. Yani kafirlik desa, yani haqiqatni yögüp algan, başkalar kösetmegen. Mesela Kur'an hakikat olsa, Kur'an'da düşengül olmaydı, anlık olmaydı, ufkul olmaydı, yadlısılan buludu, savap pek çok depçi. Anlaş, düşünüşünü bir yaka qarıp koyup durup, Allah ve Allah'ın Resulü'nün gipini düşengül olmaydı dep koyup, biz izip bergenini, biz dep bergenini, abdan düşünse, bizim gipimizde anla dese, bu mu şu yer vardı akşam? Elbette. Hem bu düşündürüş işlerine bazen adamlar naiti bazen gapni qilsak ko'taranmaydi. Misol Peygamber Aleyhisselam'ın zamanı bilan Musa Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam'ın zamanlarını mesela seliştiği vaqtida İbrahim Aleyhisselam mesela taş devrleri buluş mümkün. Şu but yasaydigan va kaza zamanlı ekan taş devrinin özüde insanların seviyesi şu zamandaki ahval qarta, şu zamanki cemiyet qarta bo'lgan gap. İbrahim Aleyhisselam dinni şu cemiyetki layık alat, şu cemiyetki insanlar tushuna oladigan bir o'zi usul bilan tushundirganligini biz his qila olamiz yani. Qur'oni Karimda İbrahim Aleyhisselam haqidagi oyatlarning o'zidimi İbrahim Aleyhisselam şu butniki iloh bo'lolmaydiganligini insonlarga isbotlash uchun uni chiqib tashlab oxirisida mana buniki iloh bo'lolmaydi, iloh mushundaq bir narsa qandaq iloh bo'la oladi degan bir narsa o'tirib chiqarib ularni yengib olganligi haqida Qur'oni Karimda bayonlar bor. Demak, shu vaqtda İbrahim Aleyhisselam'daki insonlarga, şu cemiyetki insonlarga dinni tushuntirish usuli şu cemiyetki insonlarniki saviyasiga qarta ish yapganligini ko'rsatdi. Endi Peygamber Aleyhisselam'ni degan vaqtda Peygamber Aleyhisselam zamonasida but yo'qmidi? Degan vaqtda Kabe'nin içinde 360 tane but vardı. Peygamber Aleyhisselam babam İbrahim şu butni çekip etiş arkalık insanlarga bu butku çokunuşniki hatalıgını ispatlaptıken men şunda kılay demedi. Demezden Peygamber Aleyhisselam başka usullarının özünü kullanış arkalık insanlarga dinini düşendirdi. Demek İbrahim Aleyhisselam'ın zamanına nispeten Peygamber Aleyhisselam'ın zamanısı biraz olsun mu terakkan bir zaman. Zaman boğalık için Peygamber Aleyhisselam şu zamandaki usuluk asaslanıp durup insanlarga dinni düşendirgen denge. Hem de hazır diyen vakitte misal insanlarga dinni düşendiriş olsa Peygamber Aleyhisselam mı demigen geplerini deyişi doğru geldi. Misal Huceyri deyimiz, insanlarınki mesela spermesindeki özü sağını deyimiz, asman cisimlerindeki tartış gücü deyimiz, mushundaq narsalarni fiziki her saat kimya, her saatdagi narsalarni dalil qilish orqali insonlarga dinniki mohiyatini tushuntirgan gap. Endi bu hozirgi zamondagi kimya, fizika va astronomiya sohasidagi narsalarning o'zini Peygamber Aleyhisselam agar o'zining zamonida so'zlagan bo'lsa, hech kim tushunmagan bo'lardi. Chunki o zamondagi seviye bunga yetmaydi. Yana Qur'onda bor buning qarta bir qism oyatlar, masalan, yas'alunaka anil ahillah Qul hiye mevaqitu linnasi vel hac deydi. Ular sizdan yeni ay to'g'riliq so'raydi degan vaqtda so'raydi. Ularga sen o yeni ay deganning o'zi
insonlar vaqt belgilash uchun va hajning vaqtini belgilash uchun ishlatilgan narsa degan deb Alloh taolo shundoq o'zi oyat tushirdi. Demak, shu vaqtdagi seviyada insonlar osmondagi oydan faqat vaqt belgilashni vaqt belgilashni o'zi foydalanaydi degan gap. Ya'ni oyniki birinchi kuni, ikkinchi kuni, 10 kunlik bo'libdimi, falon oyniki 10-chi kuni degandek bundaq bir narsalarni foydalanadigan yoki hajini falon oyniki pustani nemisda qilamiz degandek bir vaqtni belgilash uchun ishlatiladigan bir narsa ekanligining o'zini Qur'onda bayon qildi. Ham hozirgi vaqtda ko'rsa, hozirgi vaqtda u oyning ichida, ya'ni oy sharining o'zida qanchilgan boyliqlarning borligi. Misolda, u boyliqning o'zini bu yer akasi insoniyat qanchalik foydalana oladiganligi. Haqiqat nurg'ulg'an ma'lumotlar misol. Ham u vaqtning o'zida payg'ambar alayhisalom oyga chiqadigan bo'lsak, biz mandaq beyib ketimiz, andaq foydalanamiz degan deydigan bo'lsa, u payg'ambar alayhisalomni darhol lekin bu rasmiy kallidan ketibdi deydigan gap endi shu vaqtdagi insonlar. Chunki oyga chiqish imkoniyati yo'q u vaqtda. Demak, her zamanda Qur'oni Karimni shu zamondagi ahvolning o'zini nazar tutgan holatda tushuntirish, Qur'oni Karimni tushuntirish usuli o'pi hisoblandi. Ya'ni davomli masalan, shu rivoyat hadislarning o'zini payg'ambar alayhisalom shu rivoyat orqali Qur'oni Karimni tushuntirgan degan taqdirdami, lekin hozirgi vaqtda shu rivoyatning o'zini akib turib tushuntirish ham xato degan gap. Nima uchun degan vaqtda agar payg'ambar alayhisalom hozir hayot bo'lsa, mush hozirgi ilm faniga asoslanib turib nima islomning o'zini tushuntirgan bo'ladi yani. Shuning uchun biz qanday qarashimiz kerak degan vaqtda har doim biz o'zi islomni mush hozirgi zamonimizdagi eng ilg'or bir narsa ekanligi narsa qilib tunishimiz va shu tunish asosida islomni tushuntirishimiz bu o'zi islomni to'g'ri tushuntirganligi deb hisoblandi. Ya'ni hozirgi vaqtda misol Shayxul Islom nimada Ibn Taymiye mi? Ibn Taymiye misol 1258-yili Mo'ng'ullar shu Bag'dodni besib olgan vaqtda Bakiya odam. Shu zamonlarda yashagan odamlar. Shu zamonda yezib qo'ygan narsalarni hala hozirgacha Ibn Taymiye on debdi. Voy Shayxul Islom Ibn Taymiye man deb hozirgacha shu narsa so'rab yurgan ish. Yani buning o'zi musulmonlarga ayib desak bo'ldi. Chunki u Ibn Taymiye shu zamondagi Shayxul Islom. Shu zamonga loyiq gap qilgan bir odam, ammo uning gapi hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydi. Nurg'un gaplar to'g'ri kelmaydi. Ba'zan gaplar to'g'ri kelsa-mu, nurg'un gaplari ilmiy jihatda to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz ilm sohasini so'zlagan vaqtim dedik. Ilm o'zining zamoni va makoni xos narsa. Mazhab borasida so'zlagan vaqtim shuni bir qurib dedik. Misol, ahkam mazhablardami İmam Ebu Hanife qayerda yaşagan, İmam Ahmed qayerda yaşagan, İmam Şafii qayerda yaşagan ve şular o'zining yaşagan yerdagi masalalarni hal qilish uchun Qur'oni Karimdagi oyatga asoslanib turib, Qur'oni Karimga shu masalani tadqiqlab turib, o'zi shu masalani hal qilgan. Ammo 4 mazhabniki nemasining o'zini, fikrining o'zini bir kitobga yig'ib turib, men buniki ma'noga asosan ma'no xato, ma'no to'g'ri deyish bu butunlay xato bir metod degan gap. Nima uchun degan vaqtda 4 o'rinda va 4 zamonda, ya'ni ilgari keyin, bularni yashagan zamonimi ilgari keyin. Bundaq bir zamonda yashagan insonlarniki chiqqan hukmning o'zini bir kitobga yig'ib olib turib, uningdan o'zi aning to'g'ri, ma'no xato deyish butunlay zamoniga va makoniga loyiq Qur'oni Karimni tushunish usulini asas qilmaganlik o'p hisoblandi. Shuning uchun butun payg'ambarlar masalan Musa alayhisalom hech bir zaman İbrahim alayhisalom mandaq qilibdi deb o'tirib, İbrahim alayhisalom qilgan ishining o'zini qayta takrorlab qilgan yeri yo'q. Nima uchun degan vaqtda İbrahim alayhisalomning zamoniga nisbatan u Musa alayhisalomning zamoni deganda insonlar davlat va imperiya qurib, har xil o'zi qatnash qurollarining o'zini yasab, har xil urush qurollarini yasagan bir zamonda dunyoga kelgan odam endi Musa alayhisalom Fir'avnning zamonida misol. Unda bo'lganda kim Musa alayhisalom u İbrahim alayhisalom zamonidagi gaplarni qilgan vaqtida u tamoman zamoni o'tib ketgan bir odam bo'ldi-da, u vaqtda men tamoman o'zi bu saranka emasmi desa, haqiqiy bir o'ringa tushib qoladi. Uning uchun Musa alayhisalom qanday qilish kerak degan vaqtda
shu Fir'avnniki zamonasidagi eng ilg'or gaplarni qila olish kerak. Eng to'g'ri gaplarni qila olish kerak. Ham qilganda shu vaqtda. Uning uchun uningga Fir'avnlik atrofidagi insonlarmi taqobil turolmagan, har xil taqobil turish usullarini qilgan bo'lsa-mu, yana taqobil turolmagan oxirisida. Yani haqiqat bundaq bir narsa yani. Xuddi shunga o'xshash bütün payg'ambarlar burungi payg'ambarlarning qilgan gap so'zlarini va qilgan ishlarini takror qilmagan. Nima uchun degan vaqtda uning qilgan ishi shu zamoniga va shu makoniga loyiq ishlarni qilgan burungi payg'ambarlar va keyingi payg'ambarmi shu o'zining zamoni va makonidagi ahvolga qarata shunga muvofiq holatda Qur'oni Karimga asosan turib, ya'ni muvofiq holatda ish qilgan va shu zamonasidagi masalalarni Qur'oni Karimning metodiga asosan turib hal qilgan. Yani bundan biz bilib olamizki, biz zamanımızga layık iş kılanmasak, zamanımızdaki meselelerni Kur'an-ı Kerim'nin metodu karta hal kılanmasak, onunla salanmasak, biz dinini bilmegen adam katarda hesaplanamaz diyen gap. Şunun için bu yerdeki nersi nemi degan vaqtda bizniki rivayet hadislerini taşıp etishga ikki asosimiz var. Birisi nima degan vaqtda, birisi uniki Peygamber Aleyhisselam degan va qilgan ish harakat ekanligi tamamen gumonliq narsa. İkincisi tamamen zamanı o'tkazgan bir narsa bu. U agar Peygamber Aleyhisselam boy deganga o'xshash Peygamber Aleyhisselam hozirgi zamonda bo'lgan bo'lsa, shu burunqi 1400 yil burunqi degan gapning o'zini qayta takrorlab o'ltirmasdan hozirgi zamondagi eng ilg'or gapni qila olgan bo'ladi deganni biz tushunishimiz kerak. Uning uchun biz payg'ambarniki izbosar bo'lamiz, payg'ambarniki yo'lini tutamiz deydigan bo'lsak, u yo'l nima degan vaqtda payg'ambarning ilg'orligi va payg'ambarniki zamonasidagi masalalarni Qur'oni Karimga to'g'ri tatbiqlash orqali u masalani to'g'ri hal qilib, insonlarning ishini to'g'ri o'zi yo'lga selishi, mana bu bizniki tutilgan yo'limiz. Bu yo'ldan qaytgan odamlar degan vaqtda bu yo'ldan qaytgan odamlar aslida murtad bo'ladi. Ya'ni bizni murtad deyotgan odamlar asli murtad endi. Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha bizni murtad deyotgan bu Qur'onga eslayotgan insonlarni, masalan, Turkiyada nurg'ulg'an olimlar, Arabning ichida nurg'ulg'an olimlar va shu olimlarning o'zini, ya'ni murtad deyotganlar degan vaqtda bular o'zi xato o'zi hukm chiqariqlik, aslida o'zi murtad, ulug'liq, o'zi kofir, ulug'liq. Qur'oni Karimning zamoniga loyiq etmayotgan insonlar Qur'oni Karimga loyiq inson bo'lishni tashabbus qilganlik hisoblanadi. Unda bo'lgandiki bular aslida haqiqiy musulmon bo'lib hisoblanadi degan gap. Haqiqiy mu'min bo'lib hisoblanadi degan gap. Shuning uchun bu yerda bularning qilmishidan aniq chiqib turadi. Misol, bütün payg'ambarlarning qilgan ishlari dalilga asoslanib turib, insonlarni qoyil qilish sharti bilan o'zi ish etmagan bo'lsa, hozirgi Qur'onni asos qilgan insonlarning hammasi nima desa, amaliyotni, Qur'onni asos qilib turib, ilmni asos qilib turib, insonlarni qoyil qiliqlik, bular payg'ambarniki mangan yo'lda mangan insonlar degan gap. Yani Allah ko'rsatgan yo'l bo'yicha mangan insonlar degan gap. Endi bu bularni tillab yurganlar desa, bularni tillab yurganlar xuddi payg'ambarlarni tillaganga o'xshash, sarang deb, murtad deb, murji deb, masalan, sen o'zing diniga İbrahim Aleyhisselam'daki voqealarga deb tayini. Sen o'zing diniga qaytmaydigan bo'lsang, seni men chalma kesak qilyapman deylik endi. Demak, sen murtad bo'lib ketding degan gap. Yani xuddi shunga o'xshash bu yerdagi narsa nima degan vaqtda, ya'ni o'zi o'ltirma, chapama, sen murtad, voy sen ko'glingni ko'stimi, sen degan xotin taloq deyotgan mush insonlarning hammasi nima degan vaqtda Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha bular kofir, bular murtad degan gap. Agar ular mushunga ishonmasa, o'zini qilgan qilmishlarining hammasini Qur'oni Karimniki tarozisiga sep chiqsin. Qur'oni Karim tarozisiga sep chiqqan vaqtida o'zining nima qilganligini, nima qarshi turayotganligini misol ashundan bilib olaydi. Yani bütün aşı tehdit sağan, aşı hakaret qilgan insonlar Allah'ın peygamberleriga, Allah'ın diniga ve Allah'a hakaret qilgan insonlar. Yani bundaq insonlar qanday qildi degan vaqtda Qur'oni Karimda aniq deyilgan, yani yuqorqi oyatda ular o'zi patan qalibu xosirin. Ular oxirida o'zi ziyon tortadi. Hozirgi vaqtda bizniki xalqimiz, yani
Muşuncha ular ziyanga duch kelishning sababi nima degan vaqtida haqiqatning ustida bo'lmaganligi, to'g'ri yo'lning ustida bo'lmaganligi uchun ziyon tortganligini bilib olaymiz degan gap. Endi Payg'ambar alayhissalomni ashundaq o'zi haqoratini qilgandan keyin Payg'ambar alayhissalomdan keyinchi degan vaqtida tarixni o'qisa bo'ladimi shu tarix Tabari deganning o'zi nihoyat mashhur bir tarixga arablarniki nimasida ash kitobni o'qisimi nurg'unlagan narsani oydinlashtirib olaydi misol. Payg'ambar alayhissalom zamonasida kofirlar Payg'ambar alayhissalomni Sarang, Majnun, o'z shoir bundan boshqa kitobni akeldi har xil o'zi gaplarni qilgan bo'lsa, Payg'ambar alayhissalomdan keyinchi degan vaqtida Payg'ambar alayhissalomga haqiqiy yani Allohning diniga haqiqiy ergashgan sahobalarniki ballarning o'zini o'ltirish bilan, ular tahdid solish, o'ltirish bilan davom qilgan. Masalan, Yazidning zamonasini misolga olsak, Yazid Makka Madinaga hujum qilgan vaqtida 10 minglagan insonlarni o'ltirishning sirtida 3 kun qanday qilsa mubah degan bir fatvoni chiqarish orqali 3 kech kunduz ashada bosqinchilik qilib kelarki yili nurg'unlagan o'zi haromdan bo'lgan bolalar ashada tug'ilganligi ash kitobning o'zida yozib turdi. Bundan keyin Payg'ambar alayhissalom nevrisi Husaynning o'zini Karbaloda o'ltirganligi, o'shalarning hammasi nima degan vaqtning o'zida, o'shaning hammasi haqiqiy musulmonlarni o'ltirib o'tish orqali arablar, ya'ni Umayya sulolasi o'ziniki burunqi dinini, ya'ni o'z Payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lishdan burunqi dinning o'zini, arabning dinini qaytadan tiklash maqsadida buni qilganligi o'tirib chiqdi. Endi hozirgi masalan, ma kitobda bor bu narsa, ma bu hidoya endi. Bu hidoyaning o'zida ne ketdi bu? Şu jazo degan bir bob var. Aşı babning o'zida yezilgandi. Buni nima deydi desa, ve izar taddal muslimu anil islami uriza alayhi islamu fa in kanat lahu shubhatun kushifat lahu ve yuhbasu salasata ayyamin fa in aslama ve illa qutila dedi. Mana hukm şu. Şu hidoyaning o'zida bir musulmon o'zining dinidan, yani islom dinidan yenib ketsa, uning islom qoidadan o'zi to'g'rilandi. Ya'ni qayta uningga yani islom dini qaytgan deyiladi. Agar u odam shubhi qilsa o islom dinida, yani darhol islom dini qaytmay uning shubhilangan bo'lsa, u odamni 3 kech kunduz o'zi, yani 3 kun so'lab qo'yildi. Agar u odam 3 kundan keyin o islomni qabul qilsa, qabul qildi. Qabul qilmasa desa, qutila, o'ltirildi. Bu kitobga bu narsa nereden yozilgan degan vaqtda buning o'zi nima bu yerda ne ketdi? Üçüncü bet şu bet sanımı eğitip koşlar. Şu hidoyaniki matnisini, yani hidoyaning o'zida 205-bet. Buning o'zi mavzuning o'zimi jiqaroq bilingan ekan bu. Cezalar doğruluk bab. Yani şu murtadniki faslun fil murtad degan o'zi faslda shu o'zi maxsus bayon qilindi. Buning o'zi hech qanday Qur'oni Karim bir tal oyatga nim qilinmagan, bir tal oyatga o'zi oyatni dalil qilmagan, hech qanday bir oyat dalil qilinmagan buningda. Faqatla bu yerda bir rivoyat dalil qilingan. Bu rivoyat nima degan vaqtida
Men tereke dinehu faqtuluhu degan bir rivoyat bor ekanda, kimki dinini tashlab etsa, uni o'ltirib etinglar degan bir rivoyat ekanda. Mana mushu rivoyatga buning o'zini kim rivoyat qilgan? Yani Sahih Buxoriy, Sahih Muslimning rivoyati ekan. Bu rivoyat nerede paydo bo'lgan degan vaqtda Umayya Abbasiya sulolasi zamonlarining o'zida bular tamamen o'zi Arablarniki koni dinining o'zini asli keltirish fursatiga ega bo'lgan. Shu vaqtda burunqi, ya'ni burunqi payg'ambarlar va payg'ambar alayhisalom zamonasida payg'ambar alayhisalom qarshi turgan insonlarning hammasi o'zining dinidan yenib olsa, o'ltiramiz degan o'zi uniki nemisda bo'lganligi uchun shuning o'zini fiqh kitoblarga kirdirib, musulmonlarga buni o'zi ijro qilgan misol. Uning uchun payg'ambar alayhisalomni Makkada qanday qilgan degan vaqtda Makkada o'tirish qaroriga kelgan. O'tirish qaroriga kelgandan keyin payg'ambar alayhisalom Makkadan Madinaga bekachida o'zi yo'shirin qochib ketgan. Shu orqali o'zi qutulib qolgan. Bo'lmasa payg'ambar alayhisalomni o'ltirib o'tadi shu yerda. Demak, dindan chiqib boshqa bir haq dinni qabul qilgan insonlarni o'ltirish kimning ishi ekan degan vaqtda kofirlarning ishi degan gap. Buni mana shu hozir bu murtad buni o'ltirish kerak, andaq-mandaq deyotgan insonlarning o'zi Abduqodir Yapjan yaxshi anglash kerak buning o'zini. Qur'onni ashani o'qish kerak bu insonlar. Bütün payg'ambarlarning tarixini o'qish kerak. Payg'ambarlarni kim o'ltirdi deyapti va payg'ambar kimni sen dinni qabul qilmading va dindan chiqib ketding deb o'ltirmi debdi. Buning o'zini bilish kerak. Ya tarixda o'tgan hech bir payg'ambar sen Allah'ın dinini qabul qilmading yoki sen Allah'ın diniga kirib chiqib ketding deb bir insonni o'ltirganlik haqida Qur'oni Karimda hech qanday bayon yo'q. Chunki Alloh taolo insonga bergan erkinlikniki birsi dini nima e'tiqod erkinlik. Yani insonniki e'tiqod erkinligi, insonga e'tiqod erkinlik bergan. Yani inson o'ziniki erkinligi bo'yicha xohlagan dinni qabul qilish va xohlagan vaqtda undan chiqib ketish erkinlik ega degan gap. Onun uchun payg'ambar, bütün payg'ambarlar buni amal qilganligi uchun bu yerda nima qilgan degan vaqtda hech qanday bir dindan chiqib ketgan insonning o'zini u yerda o'zi jazolamagan va sen kofir deb o'tirib uni jazolamagan. Faqat bu yerda jazolangan insonlar qanday bo'lgan degan vaqtda orliqda o'zi kelishim tuzab, kelishimga amal qilmagan yoki hujum qilgan insonlarga qarshi hujum qilgan. Mana bütün tarixni o'qis bo'ldi. Ama Ebu Bekir'nin zamanında Peygamber Aleyhisselam vefat olup Ebu Bekir'nin zamanında gelgen çağda bir kavminin özü bir kabile karşı özü Müslümanlar uruş kılıdı. Aşının özüne redde uruşu dep yazıklıkma o kitabının özünde. Bu bütünley hata neyse bu. Bu yerde şu rivayetin özünden ba Ebu Bekir'nin diyen sözü de nimde ettiği vakitte kimki Peygamber Aleyhisselam'a bergen bir oğlak çağlık nesinin özünü bana bermese ben onun karşı uruş kılma degen. Bu nemini bildirdi diye vakitte bu bajını bildirdi. Yani devletke baj töleş. Her kandak bir yani nipkan bolsa, işgal kılan bolsa o işgal kılıngan urun o devletin hakimiyetini itiraf kılışı baj töleş öyle ispatlandı. Baş tölegenligi o devletni itiraf qilganligi bo'lib hisoblanadi. Hokimiyatni itiraf qilganligi hisoblanadi. U yerda ularni o bajni bermaganligi sizning hokimiyatingni nimaga itiraf qilmaymi? Hokimiyatingga bundan keyin bo'ysunmaymi degan gap chiqadi. Uning uchun u yerdagi narsa nima degan vaqtda u murtadni o'ldirish emas, hokimiyatga qarshi chiqqan insonlarga qarshi nima urush qilgan bir nimani bildirdi. U yerdagi urush o yani özü redde uruş emas, hakimiyetke boysunduruş uruşu bu. Hiçbir zaman özü bunu redde uruşu deyiş hata. Yani aşağıda aynen deyiklik, aşı Molla'nın özüm deyiklik, aşı hadiste keltirdik aşağıya kimki Peygamber Aleyhisselam'a töleyen bir oğlak çağlık nesinin özünü bana tölemese ben onun uruş ilan kılmayacağım benim hakimiyetim yani Peygamber Aleyhisselam'da kiyinki Ebu Bekir halife yani Ebu Bekir hakimiyetiga nim qilmasa tölemese hakimiyetga itiraf qilmaganlik bo'ladi degan gap. Hakimiyetni itiraf qilmagandan keyin o hakimiyetni itiraf qilmagan insonlarni itiraf qildirish uchun
Onun özü hərbi yürüş qıldıgan gap. Hazırkı dünyada şu. Misal Türkiye hükümeti nima uchun kortlar u yerda o'tirib chiqsa uni bostirdi. Chunki hokimiyatni o'raymiz deb, hokimiyatni e'tirof qilmaymiz degandagi uning o'zini bostirdigan gap. Shu vaqtdan tortib u jamiyat bo'layotgan ishlar ashundaq. Uning uchun bu yerdagi urushning o'zini murtadni o'ltirishga dalil qilish tamoman xato. Ya'ni murtadni o'ltirish hukminiki kelib chiqish manbasi tarixdagi, yana shu Adem Aleyhisselam'dan keyingi peygamberlerinin, bütün peygamberlerniki zamanıdaki kafirlarniki etmangan işiniki ahırkı neticesi diyen gap. Yani kafirlarning yolu diyen gap bu. Murtadni öldürürüz diyen gapning o'zi kafirning yolu diyen gap. Mening dinimden, bizning ata-onamizning dininden, yoki bo'lmasa burunqilar 1400-yilning yanqisi mengayotganlar xato yo'lda mengib ekan, endi sen chiqib bu gapni qilyaptamsa deydi-da. Ilmi Xudoga shukr, alhamdulillah. Mushaf, Qur'oni Karim borkan. Shu to'g'ri. Yani bir peygamberninki başka bir adamni öldürüp etip dinga kiymidin debchu. Musa Aleyhisselam öldürüp etken adamı bir dinga kiymidin deb öldürüp etmedi onu. Musa Aleyhisselam peygamber buluştun burun bo'lgan voqelik bu. O vaqtda Musa Aleyhisselam o din nima uni bilmaydigan odamda u. Şunda işken abdallıkı özümüzün dinini Kur'an'dan öğrenmegen vaqtda başka narsalar aralashib, hatta hozirda vatanlar şu kafirlarning işi bu. Yani bir özününki dininden çıketken haqiqiy bir dinga mangan adamni öldürüp atadigan iş bu Allah'ın dinideki iş emas bu. Kur'an'da bunda bir narsa yok. Deb devatlagan Allah Resulü. Kafirlarning ishi yani. Endi bizga kirgan din degan vaqtda bizga aslida Qur'oni Karim kirmaylik. Bizga arablarniki yana boyman ko'rsatdim bu shu hidoyat sharvaqay degan shu narsa keraklik misol. Bu narsa butunlay arabniki dini bo'lg'achqa u yerda shu kafirni o'ldirish, murtadni o'ldirish degan narsa ashunda bo'lg'achqa bizning ajdodlarimiz masalan Sultuq Bug'roxon boshchiligida bizning vatanda haddi hisobsiz insonlar, begunoh insonlarning o'zi dinga kirmading, murtad bo'lib ketding degan ma'noda o'ldirilib ketgan. Undan keyin degan vaqtda, undan keyinmi ya'ni bizniki yaqinqi zamonimizni 100 yil atrofidagi zamonlarning o'zini nim qilsak, misol Abduqodir Domollamning zamonasidami Abduqodir Domollam insonlarning o'zini hozirgi zamonaviy ilmlarga o'zi yetaklab, mush ilmni o'qimsak dunyoning oxirida qolib qolamiz, teximbe xarlashib ketamiz deb insonlarni shu to'g'ri o'zi bilim olishga tashviq qilgan vaqtida Abduqodir Domollamni o'ltirgizib o'tgan insonlar qanday insonlar bo'lgan degan vaqtda hozirgi shu Qur'onga aytilgan insonlarni murtad, murji degan ashni o'ltirib o'tish farz deyotgan, vojib deyotgan ash insonlarga o'xshash insonlar o'ltirib o'tgan yani. Yani bular hozirgi shu bizni murtad deyotgan insonlar Abduqodir Domollamni o'ltirayotgan insonlarniki nimasi? İzbasarlar yani. Abduqodir Domollam, Chingizxon Domollamga o'xshash shunday odamlarni xalqning oldida bu degan o'zi jadidi, bu vahobiy va kaza degan necha xil o'zi shunday laqamlarni qo'yish orqali xalqni undan yiroqlashtirib qilganligi shu Abduqodir Domollamniki, Abduqodir Domollam haqida qissa degan kitobida aniq yoziqliq. Abduqodir Domollam bolalarni o'qitaman deb o'tirib bir o'yning o'zini o'zi loyitib shu yerda sug'ayotganligi haqida shunday bir o'z narsa shu kitob yoziq. Demak, Abduqodir Domollam xalq uchun xizmat qilaman degan vaqtda xalqni Abduqodir Domollamdan yiroqlashtirayotgan insonlar kim bo'lsa, shu vaqtdagi radikal, xurofiy mollalar yiroqlashtirgan degan gap. Oxirisiga berib, u Abduqodir Domollamning qilgan ishlarining o'zini singdirolmagandan keyin shu nim bilan Xitoy hokimiyati bilan birlashib turib, uning o'zini o'ltirib o'tgandiki, uniki uligini ondan keyin bu g'arb davlatlari qildi deb ashuni otib qo'yish orqali yana Xitoylik depiq usul o'ynab
Xitoyga o'ch qilmay millatning o'zini g'arbga qarshi bir ideologiyani tiklashga asos qilgandi yani. Yani bizniki Abduxoliq Uyg'urmi shu? Abduxoliq Boldur Uyg'ur, Uyg'urdan Abduxoliq odam. Aşına qo'shash nurg'un o'zi shu vaqtdami olimlar chiqqan, lekin u xoinlar yani o'zi vatan xoinlari bo'lgan xurafiy mollalar kim bilan birlashgan degan vaqtda Xitoy bilan birlashgan. Yani Xitoyniki yantoyg'i bo'lgan shu vaqtning o'zida. Yani hozircha degan vaqtda hozirmi shu Qur'onga chaqirayotgan yani o'zi insonlarni o'ltirimiz, chapimiz, bular murtad degan insonlar degan vaqtda Xitoyni depiq ustoynayotgan insonlar. Bunu Xitoyni depiq ustoynayotgan, Xitoy bilan birlik sep tuzgan insonlar desak bo'ladi. Nima uchun degan vaqtda? Chunki Xitoyning do'stining do'stisidir bular. Misol Xitoy Arab bilan shunday yaxshi do'st, bularcha desa Arabni yaxshi ko'rdi, uningdan o'z Xitoyning dushmani bo'lgan insonlarni yomon ko'rdi. Millatni qutqizish dadi yo'q bularniki. Davamlıq bularni qilib kelayotgan narsa nima desa, islohotchi insonlarning o'zini millatdan yiroqlashtirib yoki millatni shu insonlarni o'zi taskindirib, shu insonlarga la'nat qildirib, shu millatni anidan orib, shunday o'zi millatni nadon qoldirish yo'liga epman tarixda. Hozirgi vaqtda misol dunyoning har qaysi joylarida o'g'illar ayli qilib qolsin, qizlarga Qur'on yodlatish işleri var bizde. Kur'an'ı mesela Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında Kur'an'ı yadlatkan deydi de neyim için yadlatkan dese kağıt kamdı dep yadlatıptı misal. Hem de hazır kağıt kamma Kur'an kamma hazır vaqtida yaxshilab o'qishni o'rgatib qo'yishni bo'ldi. Qag'inning o'zini Qur'on qarab o'qib bo'laverdi. Ammo bir ömür Qur'onni yodlatish orqali uniki hayotini tamoman vayron qilib o insan özü Kur'an yadlap cemek çıkan vaqtda hech nima kerak kelmaydigan, hech qanday ish qo'ldan kelmaydigan insoniyatga ayrı qilib qolsin, o'zigimi o'zi asqatmaydigan bir inson tarbiyalab chiqish bularniki hozirgi xizmati bo'lib kelmoqda. Buning o'zi nima desa, bu Xitoy o'zi kutayotgan bir yo'l degan gap. Xitoyniki o'zi maqsadiy xizmat qilish degan gap buning o'zi. Ya'ni mundaq aytgan vaqtda Bilip bilmey. O nurgul ba'zanlar bilib bilmay qilishi mumkin, lekin buning ichida bildiganlar bor yani. Hammasini bilmaydiganlar emas bular. Buni bildiganlar bor yani buning ichida. Bilib turib, shundaq o'ziniki manfaat uchun, o'ziniki Arablardan u yerdan pul keladi deb, shu pul uchun o'zi Allohning dinini setib, shundaq xashlaydigan insonlar bor yani. Yani bu bizniki dini olimlarimizning ichida shundaq yaxshi, ajoyib o'zi esil olimlarimiz bor. Va lekin oramizda shundaq radikal, xurafiy insonlarning o'zini insoniyat dunyosiga, bu Uyg'urlarniki, Uyg'ur avlodlariniki oldiga ilgarilashiga tamoman to'sqinlik qilayotgan, uning o'zini xato yo'lga yetaklayotgan, shundaq xato e'tiqoddagi, xato yo'ldagi xurafiy mollalar bor. Yani bular bizniki shu hozirgi vatanni ozod qilish yo'lidagi eng cho'ng to'salg'ining birisi aslida. Millat buning o'zini hozir anchbak nim qilmayotdi, lekin shu haqiqiy o'tirib chiqib turib ish qildigan vaqt kelgan vaqtida ishni tamoman buzdiganlar shu. Yani bir og'iz gap bilanlar vatan millat desang bizdan bil go'sh bo'lsa, degandekli bir og'iz gapni qiladi, u millat o'zi islom diniga e'tiqod qilgan bo'lg'achqa, ularniki bundaq yolg'on yovdaq gaplarni rost deb anglab qoladi. Shuning bilan bu yer nima bo'ldi degan vaqtida millat parchalanib, shuning bilan ish tamoman vayron bo'lgan gap. Tarixdan bu yana shunday bo'ldi misol. Mushu sabab bilan, ya'ni mush xurofiylik bilan, mush radikal e'tiqod bilan biz nima qildik degan vaqtida misol 95-yildan 2000-yilgacha oralıqda O'rta Osiyoni sesib bo'ldik. O'rta Osiyoni sesishga sabab bo'lgan narsa mush radikal aqim bo'ldi bizniki. Amaliyotga uyg'un ish qilmaslik, insonlarning o'zini vatan millat desang bezan bil go'sh bo'lsa deyish orqali millatni aldab, qalti ko'chiga kirdirib,
aşağıda özü milletni vayron qilish, bularniki tutgan yo'li shu bo'ldi. Shuning uchun O'rta Osiyoni seçip olduk. Şu sebepten özü ikki O odam shu yerda ikki qozoq Oturasyon saqchi, ama ikki qozoq Vaşin saqchining o'zini Aksaray. o'ldirish orqali hech qanday Ha. o'zi u yerda Uyg'urni turolmaydigan bir holatning o'zini shakllantirdi shu yerda. Aksaray'ın bayrak adayımız degan gapchi? U O gap bor. bo'lmaganmi? U bo'lgan shu Hasan Maxtum deyotgan gapi shu. Hasan Maxtum o'z vaqtida birinchi qadaydigan Aksaray qadaymiz bayroqni o'zi. Aksaray qilib qolsin. Shu vaqt George Bushning beshi qadaymişdi. Bu kadar yani o'zi rezil, yani bu kadar o'zi xurafiy, yani aqlsiz insonlarda bizni oldimizdagi o'zi bizniki xalqimiz bizga yo'lboshchi bo'lib degan insonlar o'sha darajada aqlsiz insonlar bo'lgan yani. Bizning insonlarimiz o'sha odamniki deyotgan gapini to'xtaya nima deyotsa demaklik yani. Buni aytgan vaqtida. Hozirmi shundaq? Hozirmi ne ziyolilarni qashida shu molla tilin chaynab gap qilsa, to'g'ri bo'lsa o'ltirsin. Xato bo'lsa ashuni beshin sangiltib o'tirdi. To'xtab tur, nima deyotsa deydigan bundaq bir odam yo'q. Uning uchun o'z og'ziga kelganini deverdi. Mening rost gaplekin shu yerda o'zi hech qanday bir odam uning qarshilik ko'rsatmagandikin u ketavergan gap. Shuning uchun bu yerda xalqimizni nima uchun biz buni deyotimiz degan vaqtda haq nohaq tuyg'usi bo'lish kerak. Haqni qo'llaydigan, xatoga yani botilga qarshi turadigan bir iroda bo'lish kerak bu yerda. Jasorat bo'lish kerak yani. Eğer biz insan bo'lgan bo'lsak, biz hozir men mayat ko'ryapmiz. Angliyada. Bir haftadan birisi namoyish bo'ldi. Namoyishning o'zida inglizlar vatan bizniki. Qag'al tikassin demasdan bir qism odamlar uni degan bo'lsa-mu, nurg'un inglizlarning o'zi o'tirib chiqib, bu yerda hammamiz o'xshash inson deb u yerdagi o'zi gunoh, ya'ni jinoyat o'tkazgan odamni biz nima qilishimiz kerak, jazolashimiz kerak. Bu yerga kelgan bütün insonning o'zini jinoyatchi deb ko'rsak bo'lmaydi deb haqni so'zlaklik maydi. Biz ma'ning o'zi xristian va boshqa din nima Yahudi deb nima qilmaymiz, yaratmaymiz. Men mushular haqning oldida, ya'ni haqiqatning o'zini o'tirdi so'zlab, ya'ni insonlarga buning o'zini tushuntirdik, bu orqali buni besqitiriq. Bizda-chu degan vaqtda salom qilishdan qo'rqib, ya'ni o'sha falon og'inam men salom qilmay qolamiki, og'inamni meniki yoki jamoat salom qilmay qolamiki deblekin, yoki qizimga chiqmay qolamiki, yoki o'g'lim xotin chiqmay qolamiki deb o'tirib, o'sha insonlarning oldida paypatak bo'lib yurgan gap, u haqiqatning o'zi oyg'asib ketishni qat'iy nazar misol. Bu holatda bizning ahvolimiz. Uning uchun bu yerda nima bo'ladi degan vaqtda haqiqat bizning ichimizda hech bir zaman bosh ko'tarolmaslik. Şu 100-200 yıldan birisi hiçbir zaman hakikat baş götüremeklik. Ne için? Hakikatni bilsi mi bilmez ki seviliş. Anlısı mı anlamaz ki seviliş. Kösü mü kömez ki seviliş. Kesili bizning milletke juqib ketken. İçiden onunki özü jürükü ornap ketken. Onun için bu yerde insanlar nima qiladi diye vaqtda bilsi mi aşağı beşin sangıltıp aşağı olturdu. O molla o xudo emas. Onu xato so'zlasa, to'xtaya nima deyotsa deyish kerak u yerda. Xato yo'lga boshlasa, nima deyotsa, nagmog'imiz biz. Ma yo'l xato deyish kerak. Sen nima demaysiz? Payg'ambarning zamonida payg'ambar alayhisalom sen o'zingni irodasiga tushdingmi? Mayaga Alloh seni tushishga buyurdimi? Degan vaqt o'zimning irodasidan degan vaqt bu yerga tushkunimiz xato deyolgan o sahobaning o'zi. Ya'ni bizning xalqimizning ichida to'g'riga to'g'ri, xatoga xato deyalaydigan insonlar o'tirdi bo'lish kerak va u insonlarda jasorat bo'lish kerak. Shunday bo'lgan vaqtda bu haqiqat o'tirib chiqdi. Uningdagi u so'zlaydigan insonlarmi to'xtab turadi deb kitob ko'rib, u yerda to'g'risini so'zlaydigan bo'ldi. Bo'lmasa millatimizni ashunday aldab ketaverdi bu insonlar. İnsan deyapmiz, ammo bularni inson deyishga emas to'shmaydi. Endi ikkinchisi degan vaqtda ikkinchisi Turkiyaga 2007-8dan boshlab kelgan Uyg'urlar Turkiyada nima bo'ldi degan vaqtda Turkiyada Rayni voqeasida qatnashish orqali 39 odamni o'ldirgan qotilga xutnab berish, pul berish, mashinada to'shish va har xil yordamlarni qilish orqali u yerda Uyg'urlarni razil qildi misol. Xitoyning maqsadi nima degan vaqtda Uyg'urlarni dunyoning hech qanday bir yerda tug'usiz qilib o'tish
va bu millatga hech qanday yordam berishga bo'lmaydi degan bir yaga akilish, dunyo xalqining o'zini o'sha yaga akilish uchun o'zi Xitoy harakat qiliqliq. Buning o'zini kim bilan amalga oshirdi degan vaqtda radikal molla bilan amalga oshirdi Xitoy. Boshqa bir inson yo'q, chunki bizning xalqimiz mollaga ishonadi. Buning uchun bular radikal mollaning o'zini o'tirg'i chiqarish orqali, ularga har yo'llar orqali yordamni yetkazib, ashlar orqali o'zi kishilarning o'zini shunda xalta ko'chiga boshlab, ani o'ltirsang savob bo'ladi, masalan, o'sha yerda hariq ichida tang o'ynaydi degandek banani qilib, tang o'ynasini 5 o'ynamdi, istisini qinini ichemdi. Sen u yerga berib, o insonni o'ltirishga nima bor? Misol. Sen Xitoyga hech qanday Xitoyning seriq tukiga kuching yetmaydi. Kelib hamda sen bu yerda boshqa bir davlat kelib, o insonlarning o'ziniki huzurini buzgan nima haqqing bor misol. O'z vaqtida mingilgan, 100 mingilgan insonlarni qurbon berish orqali ozod qilgan davlat o. Hamda sen kirib tayyor davlatga kelib bu yerda o insonlarni huzursiz qilishga hech qanday haqqing yo'q. Bu yerda seni qilgan ishing nima desa, shu Turkiya davlatiniki qonunniki ramkasi ichida shuniki nima o'zingniki da'vo ishining o'zini qilish. Bu sening ishing. O'tgandagi masalan nimalqi bir chirkovda bo'lgan voqealik va bir boyni bulash voqealigi va keyin mana o'zgarlashdagi bir odamni o'ldirish voqealigining hammasi nima desa, bularniki tegida radikal mollalniki ta'lim tarbiyasi yotadi misol. Hammasi bu shu radikal xurafiy mollalarniki o'zi ta'lim tarbiyasi orqali insonlar u yerda o paloniki shundoq o'zi zakot vermaydi uni melni bulsak bo'ladi, ma odamni o'ltirib olsak bo'ldi degan shundoq fatvolarni chiqarish orqali shundoq har xil fatvolarni chiqarish orqali insonlarning qalbini ideyasini zaharladik. Bu insonlarniki berib, shundoq o'zi davlat bo'lib, bir mafiya bo'lib, undan keyin o'zimizning xalqini bulaydigan, o'zimizning xalqiga tahdid soladigan va boshqa davlatlarniki yoki o'ztirayotgan davlatga Uyg'ur xalqining o'zini yomon ko'rsatadigan bunday bir ishlarni qiliqliq. Hozir Turkiyada Uyg'urlarni turklar burunqidek o'zi hech bir zaman yaxshi ko'rmaydi. Burun o'zi voy qarindishim deb turgan turklarning o'zi hozir yo'lda mansaq shu yomon ko'z yo'l qaraydigan odamlar nihoyat ko'p bo'lib ketishlik. Davlatniki nemasi bo'yicha ular bir odamga andaq-mandaq demaslik, va lekin nihoyat o'zi Uyg'urlarni yomon ko'radigan odat o'tirib chiqishlik. Buning hammasi sababi nima degan vaqtda, shu radikal ideologiyadagi insonlar ko'p bo'lib ketganlikdan Turkiya nurg'unlagan yomon ishlarni qilib, shundoq o'zi Turkiya hukumatiga va xalqiga bizniki xalqimizning o'zini sesib etishlik misol. Endi bu ishlar Turkiya O'rta Osiyoda bo'ldimi degan vaqtda bu ish Yevropadami buluqliq. Masalan, o'tganda dedik qo'shning o'zini Norvegiyada terroristlik qilish uchun shundoq o'zi hozirlangan insonlar tutildi Uyg'urlarning ichidan. Hamda u yerda do'konlardan o'g'irlik qilgan insonlar tutilib, do'konga kirmas qilingan shundoq ishlar bo'ldi. Bu ishlarning o'zi shu Yevropaning haqqas yerlarida hammasi bor. Masalan, Angliyadan hozirgi vaqtda ishlaydi, ishlagan vaqtda qarish qilish orqali davlatga bosh topshirmaslik, bosh topshirsak bu kofirlarga yordam qilgan bo'lamiz deb o'tirib, shundoq o'zi qalaymagan jo'ylib insonlarni endi qalaymagan xalta ko'chiga boshlaydigan insonlar hozir mavjud. Bundaq bu shu ish davomlashgan bo'lsa, u vaqtda bizga dunyoda yordam qiladigan, bizni gapimizni qiladigan bir ming inson qolmaydi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bundaq radikal xurafiy insonlarga biz o'zi qarshi turishimiz, ularning o'ziniki xurafiy asossiz gaplarga yo'l qo'ymasligimiz lozim yani. Ya'ni butun xalq bunun qarshi turish lozim. Agar biz
vatanni ozod qilamiz. Yani o'zimizni narsalarni chiqarish orqali bir ozod bir ideologiyaga ega bo'lishimiz lozim yani. Undan keyin biz o'zimizdagi vatanni ozod qila olamiz. He, Yani Allah razı olsun. yig'ib aytgan vaqtida bizniki ichimizdagi eng zaharlik insonlarimizni eng o'zi yomon yo'lga boshlayotgan insonlarimizni og'it qilish sabab bo'layotgan hozir yani. Shundoq insonlar yani dunyoda insonlarimizni sesib ketishiga sabab bo'layotgan insonlar bir qism xurafiy radikal mollalar. Yani mollaning hammasini demaymiz hech bir zaman. Buning ichida istisnosi bor. Nihoyat o'zi yaxshi, shundoq ilg'or, shundoq go'zal o'zi qarindoshlarimiz bor diniy olimlarning ichida bularning o'tirib chiqib shundoq o'zi bir xalqimizniki to'g'ri yo'lni yo'ritib berishiga biz o'zi tashabbus qilamiz va lekin biz buning ichidagi bir qism xurafiy xitoyniki nemasi ideologiyasi xitoyning maqsadiga yantayoq bo'layotgan bundoq insonlarga yo'l bermasligimiz lozim. Buni ham tashabbus qilamiz. Xo'sh. He, Allah razı olsun. Hem de Allah'ınki dini bir tarafta kayıp kalıp Allah'ın dini biz şu Kur'an-ı Kerim'de de baştan ayak şuna da geldik koyamda. Öz vaktinde endi Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını 23 yıllık nebilik, resulluk, elçilik hayatı var. Bunun 10 yılı Medine'de, 13 yılı Mekke'de ötüldük o. Mekke'deki vakti de asaslıkı yani senin başladığında İbrahim Aleyhisselam butunu çakkan olsa Peygamber Aleyhisselam o İbrahim Aleyhisselam'ın kıkın demez. İnsanların kallasıdaki özü doğru itaat kılıvatkan dindeki şek şüphelerini, şiriklerini körüstüp verip 23. yılı yani 20. yılı mı? He. Şu çağda Mekke fetih olganda ondaki kayıtıp gelip o butlarına çıkılıyor şundan mı ya? Her bir peygamberininki özgü şu devirge layık yol tutmayanlar hem de şunlaşka bu nayeti mühim bir mezmun hem de. Çünkü Peygamber Aleyhisselam bir yeni bir dine kelgeni yok. Fakatla burunki İslam dini Adem Aleyhisselam'dan tatip kelgen İslam dini özgürüp mesela Yahudileşip gittiğilik, Hristiyanlaşıp gittiğilik, Yahudiler peygamberden öldürgen olsa, bak Hristiyanlar peygamberden ilahlaştırırlar. Yani Muhammed Aleyhisselam yana kelgen çağda biz yine şu ata burunki İslam dininde meğlumatımız dep, lekin başkalarını şirik kılmalıklar, butne yoki başka cemiyeti güçlük nimelerni Allah'a şirik kılmalıklar. Şu tariqide bir sistemede kurup meğlık halkını izg'ilg'amdi shu dindan foydalanib. Doğru. Fakat Peygamber Aleyhisselam yerdeki şirik narsalarni ko'rsatib bergan, xalqning kallasidagi şirik e'tiqodni tozalab, undan keyin Mekkeni fath qilgandan keyin ancha qiyg'liq uni uchun. Doğru. Şu Kur'an-ı Kerim'de ya da asaslı Peygamber Aleyhisselam'ın vazifesi başka bir yeni bir dine keliş emas. Din Peygamber Aleyhisselam'dan başlangan emas. Adem Aleyhisselam'dan tatip kilovatkan din İslam dini bir yerde şu şirikni tazılagan. Hem de Kur'an-ı Kerim'de işleşkanda şek şüphe yok bir kitabını ekelse şu vaktki Mekke müşrikleri bir degenge bizge başka bir kitap ekelgen. Degilegen düşün. Hem de kin Peygamber Aleyhisselam tüzüp ketkendiğin kin o insanlar kandadır dese tamam bu Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Onundan başka yine başka vahiy mi var dep başka kitaplarına ekelip Allah'ın kitabına şirik kılıvadı lazım. Biz bunu devatımız. Şunun için bu yerdeki nesinin diye vaqtida yani biz burunta devatımız delil ispatını o'z keltirong devatımız. Delil ispat tayinish Kur'an'ın yolu, peygamberinin yolu.
delil isbatga tayanmaslik, haqoratga tayinish, tahdidga tayinish, ve ya da her xil hiyli mikriga tayinishning o'zicha desa, bu murtatliniki, murjiliniki, kafirlarniki, munofiqlarning yo'li yani. Bunun özünü bilip lazım yani. Yani her kadar adam işensin o şu bir delille işensin. Onu inkar kısma işenmesin bir delille işenmesin hem de şu inkar kısım diyen ayet mi bağımlı Kur'an-ı Kerim'de. Elbette. Hatta hatu burhanukum delilini kat'i yemirilmez bir ispatını ekersin deylik. Biz şu Kur'an-ı Kerim'de ispat kılıp oturup çıkalım başka bir nes demedik. Allah'ın kitabı dedik. Bundan başka bir vahiy yok dedik. Bola bize peygambere karşı namazlı yok dedi. Namaz inkarcısı, hadis inkarcısı, Kur'an inkarcısı demigin gibi kalmaklıqam düşün. Hemmisi töhmetde bununki. Aşı gapni qilishga uyalmadi. Hatta qanday yerga kililik desa xalqning kallasi da hozir. Sizlar payg'ambarni inkor qiladi ekansizlar deydi. Bu Qur'on o'qigan odam payg'ambarni qanday inkor qila oladi shu. Aşı gap xalqning kallasiga singdirilgida bu qanday mumkin bo'ladi Qur'on o'qigan odam payg'ambarni qanday inkor qila olasin? Ular bizniki payg'ambarni inkor qilmaganligimizni, namozni inkor qilmaganligimizni biladi. Anglab hemen biliklik. Lekin bizni xalqqa sat ko'rsatish uchun, xalqni bizga qarshi qo'yish uchun u yerda bizni mushuni inkor qildi deylik. Bu xalqning o'zimi aşı zat aşı deptimi ya demeptimi deb aşı bizniki so'zlagan narsamizni ko'rmasdi yani. Yani bu kadar yani nadan bo'lib ketdikda. To'xtab tur, buni mandaq devatdi, Abduqodir yapchan mandaq devatdi, Abdullah Yalqun degan Kalgosh an devatdi. O nima? Yani bir Qashqarlik var, nima Qashqar edi? Onun öz an devatdi, mush insonlar devatqin rasmiy alqanmi? Bular rast dinda qaytib ketgan odammi yoki haqiqiy dinni so'zlayaptamdi? Biz aşı namaz degan bo'lsa, namozni rast inkor qilyaptamdi, qilmayaptamdi. Biz namoz degan mavzudagi aşı odamniki leksiyasini so'zni anglab qayda deb anglab baqish kerak. Biz nima deb qo'yadi? Misol, inkor qilibdikmi yo isbotlabdikmi? Buni o'zini aşağıdan o'zi bilib olaydi. Biz her narsani nima orqali isbotlayapmiz? Qur'onga asoslanib isbotlayapmiz. Yani Qur'onda bormi? Bor. O qandaq? Hammani o'zini Qur'on qarta isbotlayapmiz. Qur'ondan isbotlanib qilyapmiz. Bularga nima deyapmiz degan vaqtda, bularga Qur'ondan bizga dalil keltiringlar dedik biz. U bizniki bu yerda o'tirib chiqib bunda deyishimiz, bularniki o'tirib chiqolmay, bunda holatga qilib qolish nima degan vaqtda tam payg'ambar alayhisalom zamonasiga o'xshash butun o'zi sheriklarga qo'shib Qur'oni Karimga o'xshash bir so'rning o'zini, Qur'oni Karimning kichik bir so'risiga o'xshash bir so'rni keltirib baq desa, keltiramga o'xshashlar, ashlar matvoga o'xshashlar, bular matuluqlik. Chunki Qur'onni oldiga kelgan vaqtda matuluqdi. Chunki Qur'oni Karim insoniyatniki amaliy ahvoliga, jamiyatga, hammasiga muvofiq holatda bir o'zi hukm chiqaradigan bir kitob. Agar uni tadqiq qilsak, shunda yaxshi bir insonni yunda to'g'ri bir nimaga tushuncha ega qiladigan bir kitob. Ammo bularni qilayotgan gaplarcha desa, hammasi fantaziya. Inson qat'iy ishonishga bo'lmaydigan, ishonsiz ziyon tortadigan. Ashundaq bir narsa bo'lgandan keyin, zaten ash narsaga ishonib, tariximizda qancha ziyonlarni tortdik. Endi yana shu ziyon takrorlanmasin deb bu gapni qilyapmiz yani. Yani bularcha desa, bu davom qilish kerak bu ziyon. Bu millat zot qiyomat qoyim bo'lib ziyon tortish kerak degan tariqaga ketyapti. Hem Xitoyniki tutgan yo'li o'xshash bir yo'lni tutib ketyapti bular. Shuning uchun bu qarindoshlarimizni biz daylig'imiz nima desa, unda dalil isbotsiz unda narsaga ishonmasligi, tayanmasligi va so'zlaganlarmi to'xtab turay. Men bu narsaning o'zini Qur'onda zot shuning asosi bormi yo'qmi? Payg'ambar so'zlab deymiz, Qur'onga asoslanmay turib, o payg'ambar o'zining ra'yi bilan bir narsa so'zlamdi. Hergiz so'zlamaydi. Unda qo'ygandan keyin Qur'onda mutlaq uning asosi bo'lish kerak deb uni izlanish kerak bu arabcha bildiganlar. Biz öyle cedellashmaslik kerak yani. Biz öyle cedellashning hech qanday hojati yo'q. Sen xalqni qandoqqan to'g'ri yo'lga yetaklaysan. Xalqqa qandoqqan to'g'ri yo'lni ko'rsatib bera olaysan. Jamiyatdagi masalani, xalq duch kelgan masalani qandoqqani to'g'ri hal qila olaysan. Buni nima qilishing kerak? Sen buningga o'zi atlanishing kerak.
Bizga qarshi turishga atlanmasinki, hech qanday bunga o'zi biz Qur'onni so'zladik emas, seniki buning kuchi yetmaydi yani. Adisi şəxsən mən 2010 yıldan tatip meyli Facebook olsun, meyli Köklem Toru olsun, meyli hayatkitabım.com, hazır yüzlen.net degan torbatlarga şu Qur'on merkezlik uçurlarını, tercümelerini çıkarıp kilovatımı. Ana şu vaqtlarda işit degan bir yok videolarda berpa qildi bular. Yani aşı vaqtda vay aşularını qo'llab ketganlar va hozir bilimiz bu shularni uchun. Ha. Şu vaqtda biz yine canlı yenimizga ep qo'yib turib, aşular şu kadar kuchli, Xudo hamma yani qo'rqitib etgan ayda vaqtlarda yine biz to'xtamay bu ishimizni qilib keldik. Gerçi fidoyilar ekran o'chaqda bizi taklif qilmagan bo'lsa-mu, keyin chiqdi-ku, qancha yildan tortib chiqdi, uni bilmaymiz. Ama biz Facebook'ta başka kulağımıza kildiğen hatta WeChat'ten tatip aşı işlerini kıp geldim çünkü. Korkattı başkalar, ayağımın aldığını tostu, ayağının kegelden yanında kural var, andak var, mandak var. İyiniz dikkat kıson, %99% adam A tarafı karab menğuvazsa, sizin iyiniz ma tarafı karab menğuvazsa dep jigenler oldu, korkatkallar oldu hem düşün. Ası Allah'a calı canlı çünkü. Korkma yeni bir şey dep geldi o kandıcı. Hazır hem yeni kopap, yeni bizge korkak selvatıda. Bu düşmanın biz emez. Bu din Allah'ın dini. Düşmanın Xitay. Düşmanın şunun karta bir iş kılsan çünkü. Doğru. Biz şu gepne dep geldik. Vatanni millet ne desen bizden bil dokuamaysa, göçü olmaysa dedik. Bunun nere hata hem düşün. Silmi dediler yapacağın aşı gepne ablara kınla dep dedim bana dedik o. Hem de nime gepimdi bu. Şunun için bu yerdeki nesnem diye vaqtida hammamiz birlashib qandaq millatga to'g'ri yo'l ko'rsatib bir-birimizning o'zini qilish, haqoratlash bu emas. Tillasin, Xi Jinping tillarni Xitoyning hamma tillarni qarshi tillaversin. Onun bizning ishimiz yo'q. Ama biz Qur'onga da'vat qilayotgan vaqtida bizni tillash bu o'zi Qur'oni Karimning mazmuniga, Qur'oni Karimdagi o'zi musulmonlikqa to'g'ri kelmaydi. Agar shuni qilsak, xuddi payg'ambarning zamonasida payg'ambar Qur'onga da'vat qilgan vaqtda payg'ambarni va butun payg'ambarlarni tillagan insonlar qatorida o'rin olamiz degan gap. Zaten Qur'oni Karimda o'qisak butun payg'ambarlarni haqorat qilgan insonlarni ko'ramiz-ku. Shular har xil tahdidlarni qilib hiçbir peygamber başka insanların tehdit kılmaklık misal. Bir tal murtedke ya ki bir tal kapırga bir dinlik girmedin ya ki dinden yenip kettin diyen bana bilen onun özü ehkam kesmeklik. Yendeki mollalar şu yapacağının için. Doğru gapni yetkizmey. Şu namaz inkar kıldı, anda kıldı, manda kıldı, gapni başka yerga burmalap aşı edemni mazur ettiği için. Doğru. Esas aşı edem 23. deresine tepep tünşap baksa anda gapni kıldığı adam emas o için. Doğru. Şunun için bizim deydiğimiz ne dese, şu Abdullah Yalqın'ı men qayıt deymiz, o bizim qeyrindeşimiz. Abdurrahman Cemal bizim qeyrindeşimiz. Biz hemimiz ortak düşmanı, Bayma Abdülaziz qeyrindeşimiz degandek, düşmanı Xitay. Xitayning başka bizim düşmanımız yok. Biz kallamızın bir yere ekilişimiz gerek, to'g'ri tefekkür qilishimiz gerek, bir narsani to'g'ri tefekkür qilish orqali millatga to'g'ri yo'l ko'rsatishimiz gerek. Buning uchun tirishishimiz gerek. Agar xato bo'lsa birimizniki, masalan, mening bir xatolik o'tgan bo'lsa, mening telefonimni eng uzoq vaqt ketsa 1 soat topadi. Bo'lmasa 5 minut tep bo'ladi misol. WhatsAppni topa oladi. Tep menga telefon qilib, mandaq ijtimoiy xato ketyapti, mening o'zini bir tuzatsak bo'ladi desa, agar shunda xato ketgan bo'lsa, biz uni tuzatishga darhol o'zi qoyil. Uning dalil isbot to'liq shunday narsalar bo'lsa, zaten xato ketgan narsa aniq bo'ladi-ku, biz uni tuzatamiz. Agar o'zi unda hech qanday isbotsiz,
haqorat bilan, har xil shantaj bilan, misol, buni tuzsa, anda deb tövbe qilsa, to'g'ri yo'ldan tövbe qilsa, qanday bo'ldi shu vaqtda sizni yo'lga kirib turamiz biz? Xitoyni deb uslaydigan yo'lga kirib turmamda. Onun uchun bu yerda biz gapimizga diqqat qilishimiz lozim, tutgan yo'limizga diqqat qilishimiz lozim. Nurg'un qatim dedik, misol, Xitoy bilan bir saf turib qolmayli. Nima uchun degan vaqtda Xitoyning do'stlari bilan bir saf turyapmiz. Buning o'zi Xitoy bilan bir saf turganligimizni ifodalaydigan narsa. Siyosiy jihatdami? Ya'ni biz din hech bir zaman bir millatniki milliy kimlik yoki o'zi dushmanlashishiga sabab bo'lgan narsa emas. Din her insonniki Alloh bilan shu insonning o'tirisiga ish. Onun uchun sen falan dinga kirib qolibsan, sen mening dushmanim. Sen maddinden chiqib ketib qolibsan, mening dushmanim deydigan hech qanday bir insonning asosi yo'q. U to'g'ri narsa emas. Xolis chiqadi, xolis kiradi. O insonning o'zining shaxsiy ishi. O sening ishing emas o degan gapimda. Shuning uchun sen o'zingni ishini qilishing kerak. Yani milli küreş yolunda biz hatta komünist bilen, hatta Hristiyan bilen, her kanda bir insan bilen eğer şu vatanını kurtuluşu Allah'ım, milletini azatlık eriştirdik Allah'ım işi olsa birleşişimiz gerek. Şunda mı ya? Elbette. O biz şu bir vaqtda dedik qo'y shuni o'zini. Misol, hozir Hristiyan diniga kirib ketgan Uyg'urlar va bu dindan tamamen chiqib ketgan Uyg'urlar va hozir vatan qanchalik insonlar chiqib bo'ldi uni bilmaymiz. Vatan sirtida misol shu insonlarning ichida hammamiz vatan millatni ozod qilish yo'lida diniy e'tiqodimizni o'tirib qo'ymagan shart asosida. Sen din ekansiz, sen mazhab ekansiz demasdan Uyg'urlikni, Sharqiy Turkistonlikni asos qilgan holda vatan ozod qilish uchun o'zi boshqa turishimiz kerak, shuning uchun kurash qilishimiz kerak. Asla o'zimizning diniy e'tiqod va mazhabimizni o'tirib qo'yish orqali millatni parchalaydigan, millatniki oldin to'sadigan, millatni qaymoqtiradigan bundaq ishlarni qilmasligimiz lozim. Vatan millat desang, bizdan bir go'sht yo'lisi degan o'xshash gaplar ana shundan chiqqan narsalar. Shuning uchun biz bundaq ishlarga diqqat qilishimiz lozim. Tamam. Bir Ahmetcan senin gipinli bağ mı? Başka tamaşibinlarınki gibi bağ mı? Tamaşibin deyip gittik hem de körürmenlerden değil. Assalomu alaykum, yaxshi turdingmi? Bugungi darsnoma burungi darslarni yaxshi anglab kelgan qarindoshlar bo'lsa, yod tuyuladigan mazmunlar yo'q. Ammo o'tirdan anglagan, burungi ko'n tushunchalar bilan solishtirib faqat qabul qilinmaydigan mazmunlar hali borda. Endi bugungi mening diqqatimni chekkan narsa, burun his qilgan bo'lsakmi, bugun ustozniki tushuntirishida Kur'an menbalik dinda öldürüş, anladı. Öldürüş diyen nesinin din bulduğuna kadar. Sözler vardı da, lakin sözü çıkmadı da. Öldürüşke alakadar mezmunun ki, yani sebepinin neymiş geldiğine asasen düşünüp etken bulduk. Muhimi Allah'ın dini de bir insanın itikadı sebeplik itikadını tallaş, yoki e'tiqodini o'zgartirish sabablik uning o'limga hukm qilinishi asossiz ekanligi bugungi temaning bugungi shu programmaning asosiy jon tomiri bo'ladi. Chunki mazmun e'tibori bilan temaga aloqador. Endi qarindoshlarimiz biz e'lonni bergan chog'da shunday yozildik, ammo amal va biz siyliq o'til deyishyapmiz hozir qadar. Chunki qasddanlik bilan bilib turib qilyotdi degan tushunchada emasmiz. Bilinmeyotdi degan qarashda, bilinmeyotgan bo'lganligimiz uchun bildirishga, o'zaro to'g'ri tushunishga tirishib, fikrlarni o'rtaga qo'yilyotdi va Qur'onni asos qilgan manbani, Qur'on qilgan asosdagi fikr tushunchlar bilan kelsa, xatoliklarimizni har vaqt bo'ynimizga olamiz deb kelyotdi ustozlar. Uning uchun bugungi ko'rman do'stlarningki bekrak diqqat qiladigan tarafi nima desa, oldidagi insonlarninki haybati, burun o'tib ketgan shayxlarninki o saltanati bilan muomala qilmay, Qur'onning
hükmü boyunca murtet zaten kandak kişiyken onun ölüm cezası beriliş Kur'an'ın ro'yi boyunca to'g'ri mikan degan mazmunlarga qayta qarab baqsa taxim yaxshi bo'ladi deb o'yladim. Bugungi temaga aloqador boshqa savollar bor, lekin o'tib ketamiz boshqa yo'llarga. Chunki masalan deyli o'ltirilish sabab bo'lgan bir insonni o'lim hukm qilgan narsa sabab nima degan mazmunda ilgirki darslardan xulosalagan narsa nima desa, boshqalarni qasddan o'ltirgan odam boshqalarga neyimiz fitna qiluvchimi? Fitna qiluvchimi ashaddiy min qatl tushunami? Fitna u qiluvchi o'limga yo'nam emas. Ammo lekin asosan o'tdagichi, boshqalarni o'tdagichilar ölüm hüküm kılınırken dinin hükmüden. Onundan başka insanların ölüm hüküm kılınmayken. Hem ölüm hüküm kılınsa mı onu bir adam çıkıp lan, dört adam oturup lan ölüm hüküm kılınmayken bundan şeriat kaz boyunca hüküm kılır. Anladı kim bulduğu aşıkken. Şuna gitme avutmaydı değil mi? Çünkü mezmun itibarıyla vaktini nim kılması için, uzatması için. Asasen benim dikkatimi çekenler şu oldu. Yani Allah'ın dini de yaş var, yaş diş. Öldürüşemez. Doğru. Çünkü bir adamını öldürgen, bütün insaniyetini öldürgen derecedeki bir günahka patıtağallıqını biz hemen itiraf kılımız. Yani işte düşünüp geldik. Şuna din sebeplik öldürülmediğini, ölüş karakterlik can ilan kılganlarının hakimiyetke veya ki başka siyasi menfaatlerge, başkalarının menfaatlerge ziyan zahmet yetkizildiğin sebeplerge karta elip verilgan bir xil tedbir ekanligini ben asasen bunu düşündüm. Başka sualım yok buralarla. Yana bir tüzüşlük dep qaragan narsam şu oldu. Ben biz Pidayla ekranınki Nahmeydan nemese 2018 yılından başlandı. 2017'nin ahırlarında. Şunundan tatip o'sha inkas qismlarida olsun, başkalardan bo'lgan suhbatlar deyilib kelayotganimiz, mayli siyosiy jihatda bo'lsin, mayli e'tiqod jihatdan bo'lsin, mayli boshqa jihatlarda bo'lsin, biz insonni baholamaymiz. Faqat faillar ishimiz yo'q, fe'l bilan qaraymiz degan bir bayroqda ketayotgan. Bugungi mana bu programmada biroz fail xarakterlik ifodalash bo'lib qoldi. Bu jihatda bir tuzish yo'q ketsa deb o'ylayman do'stlarningki bir to'g'ri tushunishini. Yani fiil murtatni o'ltirish kerak yoki anda qilish kerak, manda qilish kerak degan kishilar deydigan fikr, ong, tushuncha, fe'llar qanday kishilarning ekan, kofir, murtat yoki mushrik kishilarning ekan degan xulosani ilib olsa deb tavsiya qilaman. Benim sözüm tugadi. İnsan bulaşıkçımızdan bazı hata ketadi elbette. Lekin amal var, şu başdan ahire için turli, şu failde turli. Nima, fiilde. Failde tumayli. Benim tavsiyem bu. Olduğundan da şişkinliğe muvaffakat tileyimiz, devamını kılmış hareket. Bo'ldi, Allohga emanet. İnşallah. Oldu. Abdülaziz birader tuvak ne yapalımız bana koş. Meylemse Allah razı olsun kaderli qarindaşlar. Menimki başka deydigan gepim yok. Bazı qarindaşlarımızın isimleri Ahmetcan Piday qarindaşımız degендek. İsimler bek mühim emas, fikir bek mühim. Bunu deginki 64. sanda görüşküçe aman bulunlar. Allah'a emanet. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.